Uzun marketda savdoni boshlamoqchi bo'lganlar uchun mana 3 xil tovar oldim. Aytmoqchi bo'lganim, unaqa $1000, $2000 kamida tikish kerak degan gaplarni esdan chiqaringlar. Men ham mana bu 4-magazinim bo'ladi. Mana shunaqa ozgincha-ozginchadan boshlaganman. Misol uchun, Optimga sotib oldimmi? Mana buni oladigan bo'lsak, shuni alohida sotaman. To есть bitta paketdan mana bunaqalar bir nechta chiqadi yoki mana bunaqa zakolkalar. Zakolkamish qilib, to'g'risi bu yo'nalishni uncha farqiga bormayman, lekin shunaqa qilib tovarlarni test qilib chiqyapman. Tak, mana shularni hammasini alohida rasmga olib chiqdim. Misol uchun har xilcha rangmi, har bir rangga keyin Photoshopda obработка qilaman. Undan keyin mana bunisi bor. Mana bularni ham alohida sotaman. Komplektda mana bunaqa narsalar. Bular nima desa ekan, eng xadavoy ketadigan taqimchoqlar, hozir modada bo'layotgan. Endi sotuvchilar shu gapni aytishdi. Endi tez-tez so'rab turish kerak-da sotuvchilardan qanaqa tovar olishyapti odamlar. Hozir shulardan boshlaymiz, keyinchalik tovarlarni qo'shib ketamiz. Rasmga oldim, obработка qilaman. Undan keyin upakovka qilishni boshlayman. Xo'p, magazin yaratdim. Uni keyingi videolarda ko'rsataman. Mana keyin to'ldirib chiqdim. Takoy yengil qilib. Misol uchun ChatGPTga kiraman. Mana shunaqa rasmni tashiyman, mana shunga uzun marketga qo'ymoqchiman. O'zbekchada, ruschada qilib ber deyman. Mana o'sha rasm orqali bu yerda yozuvlarni o'zi beryapti. Shunaqa qo'yib chiqamiz. Bunaqa yozuvlarga ahamiyat berilmaydi ham bo'ladi, ko'proq rasmga e'tibor berish kerak. Mana rasmlarni qo'ydim. Bu yerda har xilcha ranglar bor-da. Zakolkani o'shaning uchun har bir tipi rangga rasm qilib chiqdim. Bu yerda ключевые слова обязательно yozish kerak. Shunaqa o'xshagan yengil takoy rasmlarni qo'yib qo'ydim boshlanishiga. Xo'p, ikkinchisiga o'tganimizdan keyin mana bu yerda mana SKU degan joyga mana shu yozasizlar produktinglar nomini. Undan keyin mana shu 6 xil bo'lganligi uchun menda rangiga har biriga bunday endi zakolka 1, zakolka 2, 3, 4, 5, 6 qilib chiqdim. Mana bu yerda IKPU tasnif solib o'ziga kirib, mana bu yerda poiskga yozsanglar, misol uchun, mana men birinchisini qo'yib turib, Qilsam o'zi chiqib keldi mana. Abatki, rezinki, mana shunaqa qilib любой tovarni yozamiz. Xo'p, dальше bu yerda mana длина, высота, santimetr va oxirida mana bu yerda narxini belgilaysizlar. Keyin 3-chiga o'tish kerak. Xo'p, 3-chisiga o'tganimizdan keyin mana bularga qizil beryapti. To есть bularni to'ldirish shart bo'lyapti. Tak mana bu razmer. Endi bularni men qilmayman. Mana tepasini bossak, tip tovari. Zakolka, клик крабmi, klakmi, mana zakolka krab meniki. Bo'ldi, применить qilaman. Авторская работа, нет ворова. Bo'ldi, завершить. Mana ko'rasizlar, уже tayyor turibdi shundoq. Так, готов к отправке.